Assalomu alaykum. Bundan oldingi lavhada biz Eron va Amerika urushining O'zbekiston va uning siyosiy manfaatlariga, iqtisodiy manfaatlariga qanday foyda keltirishini qisqacha ko'rib chiqqan edik, ancha qisqartirilgan holda va unga o'zidan o'zi uzviy bog'liq bo'lgan Rossiya va Ukraina urushining bizga keltirayotgan katta manfaatlarini ko'rib chiqsak bo'ladi. Rossiyaning bugun siyosiy va tashqi siyosiy deylik iqtisodiy kuchsizlanib borishi O'zbekistonni tashqi siyosatda biroz erkinlashishiga olib keldi. Natijada biz Zangezur koridori, Kaspiy orqali, qardosh Kavkaz davlatlari va Turkiy davlatlari orqali Yevropaga chiqish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Nega har dasturimizda bir Yevropaga chiqish imkoniyati haqida ko'p gapiryapmiz? Agar biz Rossiya logistikasi orqali ilgari Yevropaga mahsulotlarimizni sotib olib, bojlarimiz, narxlar qimmatlashgan o'rtada mahsulotlarning ular orqali o'tganligi bo'yicha istagan paytda bu yo'lni yopib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lgan va bu imkoniyat orqali Rossiya o'z ta'sirini Markaziy Osiyoda, Sentral Aziyaga ko'rsatib turgan. Va buning natijasida ba'zi bir joylarda Rossiyaga yon bosishga majbur bo'lib kelgan hukumatlar va buning boshqa bir dastaklari ham bor. Keyingi dasturimizda albatta aytib o'tamiz. Qisqasi, Ukraina va Rossiya urushi tufayli ko'plab mahsulotlarning logistik yo'llari yopilganligi sababli va ularning bu urush bilan haddan tashqari band bo'lib qolishi va natijada bizdagi Eron va Amerika urushining paydo bo'lishi ham O'rta Osiyodagi Rossiya va Eronning til birligi, ish birligi orqali, ya'ni o'sha siyosiy ikkalasining manfaatlarini o'rtada Markaziy Osiyoni turli siyosiy richaklar bilan boshqarishga, logistik richaklar bilan boshqarishga bo'lgan harakatlarini biroz susaytirgan bo'ldi. Hali ham mavjud. Deylik, Kaspiy va Zangezur va Turkiya yo'li orqali yoki Ozarbayjon yo'li orqali, Gruziya yo'li orqali Yevropaga chiqishimiz Yevropa nafaqat biz uchun, hatto Xitoy uchun ham katta bozor hisoblanadi. Xitoy mahsulotlarining tranziti ham biz orqali o'tadigan bo'lsa, har bitta vagondan bir necha dollar ishlagan taqdirimizda ham millionlab tonna o'tgan mahsulot uchun bizning byudjetimizga kattagina foyda tushadi. Bu xuddiki biz o'zimizni siyosiy va iqtisodiy mavqeyimizni Ipak yo'li, dengiz yo'llariga o'tgan paytda yo'qotgan bo'lsak, mana endi xuddi Ipak yo'lini qaytarib biz o'z mavqeyimizni tiklayotgan masalani soddalashtirib shunday tushunsak bo'ladi. Bu yerdan daromad ham, siyosiy mavqe ham olish imkoniyatimiz. Asosiysi, o'z manfaatlari yo'lida bizga bosim o'tkazib turgan ikkita davlat bugun urush ichida. Biz urushni oqlamaymiz. U yerda halok bo'layotgan insonlarga achinamiz albatta, lekin sovuq bir qarash bilan qarasak, O'zbekistonning manfaati mana shu yerda o'zini siyosiy ancha kuchaytirib olishi mumkin. Salomat bo'ling.